Zidoda.com. Tug'ilsa o'g'il bola choyxonada palovlar, ota-ona quvonar, ko'krak kirar tog'alar, duolar qiladilar bobolar va momolar. To'y qilaylik davrada, to'y bola o'ynasin deb duolar qiladilar bobolar va momolar. To'y qilaylik davrada, to'y bola o'ynasin deb yo'l beringlar, to'y bola o'ynasin. Shu to'y bolaga atalgan tarona yangrasin. Yo'l beringlar, to'y bola o'ynasin. Shu to'y bolaga atalgan tarona yangrasin. Mehmonlar qator qo'llarida sovg'alar, sarponlarini zo'rini olar amma holalar. Mehmonlar qator qo'llarida sovg'alar, sarponlarini zo'rini olar amma holalar. To'ylar muborak deya toy oladi tog'alar, toyni minib davrada to'y bola o'ynasin deb. To'ylar muborak deya toy oladi tog'alar, toyni minib davrada to'y bola o'ynasin deb. Yo'l beringlar, to'y bola o'ynasin. Shu to'y bolaga atalgan tarona yangrasin. Yo'l beringlar, to'y bola o'ynasin. Shu to'y bolaga atalgan tarona yangrasin. To'y bolani onasi mehmon kutib tolmaydi, otasi ham xizmatda ko'ksidan qo'l olmaydi. To'y bolani onasi mehmon kutib tolmaydi, otasi ham xizmatda ko'ksidan qo'l olmaydi. Amakilari shodon chetda qarab qolmaydi, qarsakchalar davrada to'y bola o'ynasin deb. Amakilari shodon chetda qarab qolmaydi, qarsakchalar davrada to'y bola o'ynasin deb. Elda yursam savlatim, shaxti bodim haybatim, xazinam bor davlatim, otam onam omondur, men uchun bu baxtli zamondur. Duo qilarlar doim, ko'z tegmasin iloyim, fayzlidur dargoyim, otam onam omondur,
mehmonlari, mezbonlari, hurmat ila, izzat ila, qarsaklaringiz ila to'y bolajon farzandimizni to'y davramizga taklif etamiz. Marhamat, to'y bolajon bilan asal bola, shakar
gelenler, dayılar, dayzalar uya gelenler, toy aladasını başlap gelenler, çağasını, kaynanasını taşlap gelenler, biz size en büyük kelam deyeriz, yanımızda başımızı eğip salam deyeriz. Önümüzde başarıp salam deyeriz. Salam alek hanımlar ve cenaplar. Salam alek qarashsiz Bakubi taraf devletimizin qahramon arkadağı serdarımızın eşretli zamanasının huzurini görüp yaşayan illeşlerimiz. Sizin hemmenizi şunki toygunumuza hoş gördük, hoş geldiniz deyeriz. Bismillah deb uyg'otsa odam, bismillah deb tashlasa qadam, bismillah deb boshlasa bir ish boshiga tushmasmish birorta tashvish. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum zaribchi eli. Assalomu alaykum zaribchi elning beglari, begoyimlari. Assalomu alaykum qaddi baland, qaddidan qadr baland qadamlari qutlug' aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. To'yning qizg'in pallasida yelib yugurib xizmatda turgan mezbonlar. Assalomu alaykum Mehrdaryo Munis onaxonlar. Assalomu alaykum duogo'y otaxonlar. Mana bugun elimizda yurtimizning muqaddas tuprog'i bo'lmish Kuytantog' elining zaribchi elida eng bir fayzli xonadon, eng bir fayzli oila, baxtiyor oila, shodiyona oilalar, Siddiqovlar oilasi, Umidjon akamiz hamda Mehribgul yangamizning uylarida katta to'y tantana. Boisi o'g'illari Alijonning bugun sunnat to'ylari, musulmon to'ylari, Muhammadga ummat bo'lgan to'ylar ekan. Biz ham shu fursatdan foydalanib san'atkorlar nomidan, shaxsan o'zim nomidan, videochi operatorlarimiz nomidan bu bolajonga uzoq umr, sihat, salomatlik nasib bo'lsa, elimizning barkamoli bo'lsin, elimizga, yurtimizga kerakli farzand bo'lsin deya to'yimizga boshlaymiz. Azizlar, aziz mehmonlar, har bir savob ishning boshi yoshlari ulug'larimizning bismillosi, duolari bilan boshlanadi. Shu boisdan bugungi to'yimizni ham ochiq deb e'lon etib berishi uchun so'z navbatini Bozor bobosidan, Hoji bobomizdan eshitamiz. Keling bobojonisi, to'yimizni yaxshi niyat va duolar bilan ochib berishingizni so'raymiz. Bugun to'y tantana, yaxshi udum an'ana, to'y bahona do'stlarim, diydor ko'rishdik yana. Bobojonlari, to'ylar qutlug' muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar bosh ustiga. Assalomu alaykum. Shukurman Aljon devoramizni sunnat to'yi. Shuni bir jon sog'lik, xonadonda yana tasavvur topadi. Zikirlarni yo'llasin. Biz qizim katta to'ylardan to'yamoqchi, oshib o'tirimizda salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qarindoshlar, og'aynilar, hamqishloqlar, xudolar va qudog'aylar. Assalomu alaykum. Qadamlaringizga assalom. Mana bugun o'g'limiz Umidjon, kelinimiz Mehribullarning o'g'illari Alijonga sunnat to'yi berayotgan ekan. Shu Alijon katta yigit bo'lsin, ota-onasiga vafoli bo'lsin, elimizga, yurtimizga eng bir kerakli odamlar bo'lsin. Ota-ona har bir farzandni tarbiyalar ekan, katta bir umidlar bilan tarbiyalaydi. Avvalambor farzandiga yaxshi ism qo'yish, so'ng ilm berish, sunnat to'yi, nikoh to'yi, soldat to'yi, shu ketaveradi. Hammasi mana shu oilaga nasib etsin. Shu to'yga qatnashib o'tirgan barchangizni mana shunday to'ylar qilishga, shunday niyatlaringiz amalga oshishini istab qolaman. Marhamat, to'yni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bobojonisi, oltin boshingiz omon bo'lsin. Nasib bo'lsa, boshqa to'ylarda ham, shu bolani diplom to'ylarida ham, uylanish to'ylarida ham, armiya to'ylarida ham qo'shib bo'lib berishlaringizni so'raymiz. 100 yillar yuzlarini ko'rgim keladi. Mana shunday duolar, duogo'ylar izlaridan yurgim keladi. Orzuga ayb yo'q, orzuli dunyo, mana shu bobolarning duolarini olib yurgim keladi.
bobomizning ta'kidlab o'tganidek nasib bo'lsa, Alijon ham o'sib ulg'ayib, ota-onasini orzu qilgandan ham ziyodasini Alloh taolo bersin deymiz. Ota-onasi nasib bo'lsa, Alijonni farz kamolni ko'rib, baxti kamolni ko'rib, o'stirib, ulg'aytib, kelin tushirib yurish ham nasib rizqi ro'za aylasin deymiz. To'yimizni ham ochiq deb e'lon etdik. Aziz mehmonlar, yana bir bora xush keldingiz. Xushvaqt o'tiring. Yoningizda turgan dasturxondagi nozik ne'matlardan bemalol olib, yeb, ichib o'tirasizlar deymiz. Hamda to'yimizni bizlar yaxshi kayfiyat bilan boshlab olamiz. Hozir esa shoshilinch ravishda G'afurjon, Malikaxon yangalari, G'afurjon akalari Turkiyada yurgan Bekmurodov oilalari nomidan surprizlar bor ekan. Taklif etamiz surprizlarini albatta. Ammajoni Azizaxon nomidan surpriz tortlari bor ekan. Barakallah. Devam ettiramiz. Alijon katta yigit bo'lsin, nasib bo'lsa ota-onasiga qaraydigan, el yurtimizga yaraydigan farzand bo'lsin. Alijon, kel bolajon meni yonimga. Kel. Cho'ntaging hamisha shunday pulga to'lib tursin bolajon. Ilohim umr bersin Xudoyim. Umr bersin Xudoyim. Jigarim, erkatoyim botir yigit bo'ladi. Bu bermaydi tashvishga, g'iybatlarga, mishmishga. Sizning qilolmagan ishga qodir yigit bo'ladi. Hali qarab turasiz. Siz buni qarab turasiz. Dunyolarni yetuvchi nodir yigit bo'ladi. Ko'zim tegmasin sufsuf, so'zim tegmasin sufsuf. Dunyolarga bo'lguvchi botir podshoh yigit bo'ladi deymiz. Bolajon, umring uzoq bo'lsin, nasib bo'lsa, yurtimizni bayrog'ini ko'taradigan chempion farzand bo'lsin, nasib bo'lsa, ota-onasi huzurini ko'rib, nasib bo'lsa, katta qilib ulg'aytib, g'ururlanib yursin deymiz. Barakallah. Onajoning yoniga boramiz bolajonim. Umring uzoq bo'lsin. Azizlar, xush kelibsizlar. To'yimizda bugun sizlar uchun xizmatda albatta Quintanto, Nebob bulbuli, Shohruxjon ukamiz, Shohruxxon ukamiz hamda Olya Penjiyeva sizning xizmatingizda. To'y egalarining iltimoslariga binoan oshna do'stlarini sarpalari bor ekan. Oshna do'stlariga sarpalar bor ekan. Hozir esa oshna do'stlarni men mikrofonni yoniga chaqiraman. Keling to'y davramizga.
Qoyim oshnasi keling. Qoyim oshnajonisi. Umid akamizning jo'ralari, oshnalari. Kelingizlar, bir yaxshi ajoyib tilaklaringiz, yaxshi niyatlaringizni eshitamiz. Qoyim oshnasi. Qutlug' muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat, sağ olun. Assalomu alaykum, doktor ayollarga aziz mehmonlar. Mana bugun oqshom oshlarimiz bugun to'g'ri katta to'yda bo'ldi. Aljan nevaramiz nasibimiz umrlar uzoq bo'lsin, elimizga yurtimizga kerakli bo'lsin. Mana oshlarlar nomidan tayinlov berganmiz va oshlardan maslahatlar qilamiz. Sizlarga rahmat, sağ olun. Qoyim kim oldin sizga chaqirdi, Assalomu alaykum, uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun oqshom nevaramiz Alijonlarning sunnat to'yi, musulmonchilik to'yida o'tiramiz. Bu nevaramizga uzoq umr, berjon sog'lik, kelgusi ishlarida, kelgusi hayotida ulkan zafarlar tilaymiz. Nasib bo'lsa, soldat to'y, yakun to'ylarda, kelin to'ylarda hammamizga bilan o'tirishni pensiyat qilsin. Oshna musulmonchilik qulli bo'lsin. Barakalla oshna do'stlari, sarpolarimiz bor, konvertda o'ralgan pul sovg'alarimiz bor. Menimcha dollar bo'lsa kerak. Topshirib olamiz ajoyib musiqalar ostida. Yaxshi kunlarga, to'ylarga bo'lsin, to'ylarga qaytsin to'y egalari. Barakalla oshna do'stlari. So'nggi oshnasi Zarifaxon kelinlari bilan. Zakirjon oshnasi Zarifaxon kelinlari bilan, Zarifaxon yangamiz bilan. Keling, to'y egalarining sarpolari bor. Bilan kelingizlar. Nurbay akamiz, Feruzaxon yangalarimiz bilan. Sovg'alaringiz muborak bo'lsin azizlar. Zulqat Manzuraxon yangalarimiz. Zulqat akamiz, Manzuraxon kelinlarimiz, yangalarimiz. Rustam boshqalari, Samiraxon kelinlari bilan. Mansur oshnasi, Gulolak kelinlari bilan. Muborak bo'lsin. Hamma oshnasi Nargizaxon kelinlari, Jalil oshnasiga ham. To'ylar muborak bo'lsin oshna do'stlari. To'ylarni qarsillardan keyin nasib bo'lsa, to'ylarda charchamay xizmatda turib barakalla sizlarga, o'zlaringizga shunday to'ylar bo'lsin. Oshna do'stlari uchun tansavodni bir jum qo'shib qo'ydirsa deb nasib qildilar to'y egalari. Bugun sizlar uchun Kuydamdan bulbuli elimizga, yurtimizda to'ylarida katta obro'lar bilan xizmat qilib kelmoqda. Shazamon akamiz hamda o'g'il pensionerlar xizmatda bo'ladilar azizlar. Oshna do'stlari uchun bir jum tansavodni muzika qo'shiqlarimiz sizlar uchun azizlar.
chiroyli ko'rgan jonim shamol esa shamol deya jo'shdi deyodim yomg'ir yog'sa yomg'irlarda rashk qilaman janze janze janzera meri yasir masti mastida senga minglar SMS'lar yazsam nechalar mashinamni oynasida shemollar o'sa o'sha kunlarda xayolim kezar yana jana qo'limda gitara sana deb boshga zamani Coca-Cola hatırlarda ko'zim yoshga to'la yanada yurak jajagay chalima kerak Coca-Cola hatırlarda ko'zim yoshga to'la yanada yurak jajagay chalima kerak charchamasin albatta sizlarning uylaringizda shunday to'yxona bo'lsin, ostonangiz murodxona bo'lsin deymiz. Hasanat hammangizga. Azizlar, to'yimizni davom ettiramiz. Hozir esa davramizga Uson bobojonisi Duogu bobosi nomidan 10 ta ro'mol. Firma ro'mollarimiz bizga kelib tushdi. Tog'asi Nurikjon nomidan 10 ta firma ro'mollarimiz, qimmatbaho ro'mollarimiz davraga kelib tushdi. Chiroyli o'ynagan o'yinchilar uchun albatta. To'y egalari nomidan ham 10 ta chiroyli o'ynagan o'yinchilarimiz uchun firma Turatskiy ro'mollarimiz davramizga priz bo'lib kelib tushdi. Azizlar, zudlik bilan Ozodaxon surprizni davramizga taklif etamiz. Albatta, to'y
Umidjon akamiz hamda Mehri yangamiz Alijon bilan kutib olamiz. Ozodaxon surprizlari tashrif buyurdilar. Marhamat, Ozodaxon surprizimiz. Ozodaxon surprizlari. Latofatli Ozodaxon. Marhamat. Ishlarda omadlar bilan qolamiz. Ozodaxonga tashakkur deyman. Hasanlaringiz azizlar, avvalishda yaxshi ko'rgan to'ylarga yetkazsin.
albatta yana bitta surprizlarimiz bor ekan. Ilhom tog'ajonisi hamda Azizaxon yangasining surprizlarini ham qabul qilamiz. Latofatli Ozodaxon surprizlari. Marhamat. Qarsaklaringiz azizlar. To'ylar yaxshi kunlar ko'p bo'lsin albatta. Qutlug' muborak bo'lsin sarpolaringiz. Umidjon akamiz. Yaxshi kunlardagi yurgizlar. Azizaxon yangasi, Ilhom tog'ajonisi, umrlari uzoq bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin, boshlari omon bo'lsin, boshi to'ydan chiqmasin nasib bo'lsa, rahmat deymiz. Orzulari ushalgan ota-onalari, to'ylari qutlug' muborak bo'lsin. Tog'alarining tog'asi, tog'alarining a'losi, Ilhom tog'asi, tashakkur deymiz sizga. Barakallah. To'yimizni davom ettiramiz. Ozodaxon, ishlaringizda omad nasib bo'lsa, to'ylarda shunday xizmatda turib surprizlar olib kelib charchamang azizlar. To'ylarni davom ettiramiz. Nomidan ham chiroyli o'ynagan o'yinchilarimizga mana davramizga 50 manat priz qo'yib bormoqdalar. Akajonisi boshingiz omon bo'lsin, boshingiz to'ydan chiqmasin. Shunday hamisha to'ylarda bosh qosh bo'lavering albatta deymiz. To'yni davom ettiramiz. Qarliqdagi qiyomatli akajonisi bor ekan albatta. Nartachi akasi nomidan ham sarpo so'rovlari bor ekan. Og'ayin qarindoshlarini davraga taklif etamiz. Nartachi akajonisi, qiyomatdagi akajonisi. To'y egalariga sarpolari, qizlari Umidaxon, Faridaxonlar topshirib oladilar. O'yla Benjiva qizimizdan. Barakallah. Qiyomatli akajonisi.
esa tabrik navbati, so'z navbatini Qasimov Erkin akamizdan eshitamiz. Feruza kelinlari ham tayyorgarlik ko'rib turadilar. Kelingizlar. Erkin akamiz, Mehri yangamizning akajonlari. To'ylar muborak bo'lsin. Bizga yo'q, sizga to'ylar, to'ylar nasib qilsin. Qanjan yana katta jihatga bog'langan ham katta abriylar, nisblar iftor nasib qilsin. Yana ojiz abriylar. Ana endi mehmonlar şeyda, kamchilik ko'pchilik boshqa. Hamma o'tada o'ynab, to'y tomosha qiladi. Qasim tarafdan tadarkilari bor. Shu tadarkilar qo'shilgan hisoblanadi. Sog' bo'ling akajonisi, oilaviy sarbolari bor ekan, topshirib olamiz. To'y egalari qutlug' muborak bo'lsin deymiz. Akajonlari, yangajonlarga ham to'ylarda qaytsin deb qolamiz albatta. Agar bolajonlarni onalarimizni yonlariga yuborsak juda ham nur ustiga alo nur bo'ladi. Bolajonlarimiz onalarning yonlariga boramiz. Bolangizni so'kmangiz, duo qiling bolani. It eshak deb so'kishga hayo qiling bolani. Rasululloh deydilar yuzlaridan yog'ib nur, bolalar bu jannatning duru gavharlaridir deydi. Bolajonlar, onalarimizni yonlariga boramiz. Endi esa tabrik navbatini, so'z navbatini Umidjon akamizning ammajonisidan eshitamiz. Ammasi amma keldi, hamma keldi dedi. Ammajondir, tomirda qondir, ammajonlardan eshitamiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Umidjon uyida katta to'y tantana. Bu to'yning sababchisi Alijon akamning sunnat to'yidir. Alijon akam uzoq umr ko'rsin, baxt saodat bo'lsin, otasiday, qolaversa bobosiday abriyli farzandlar bo'lsin, baxtli bo'lsin, o'qimishli bo'lsin, nasib qilsa, umrlari juda uzoq bo'lsin, nasib qilsa. Qadardan boshini topshirmoqqa ruxsat etsangiz. Ruxsat etamiz ammajonisiga, sarpolarini topshirib olamiz albatta, ajoyib muzikalar bilan.
Feruzaxon kelinlaridan ham eshitib qolamiz ajoyib tilaklar, yaxshi niyatlar bosh ustiga. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun akam uyiga katta to'y tantana. Bu to'yning sababchisi o'g'illari Alijon. Men bularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. So'zimning oxirida akalarning, ukasining va Turkiyada yurgan hammalarining nomidan kichkina bir qadrkamiz bor. Shuni qo'shib maqolot bering. To'y egalarini ham mamam bilan bobomni ham o'rtaga taklif etamiz. Albatta to'y egalariga sovg'alarni qabul qildiramiz. Marhamat, ruxsat beramiz. Tillolarga boy bo'lsin, yaxshi to'y egamiz. Qutlug' muborak bo'lsin. San'atkorlar endi esa tabrik navbatini, so'z navbatini sabrsizlik bilan kutib turgan Yigitni onajonisi bor. Qiyomatda turgan onajonisi bor ekanlar. Albatta Oy Qurbon opamizdan ham eshitamiz. Keling Oy Qurbon opamiz. Bog'u eram onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni siypalagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarini boshimdan sochsa ham, otamning, onamning topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi deydi. Oldilariga chiqqan qiyomatli onajonisi. To'ylar muborak bo'lsin. Bosh ustiga sizdan ham eshitamiz yaxshi niyatlar, ajoyib tilaklarni. Marhamat. Rahmat so'zlaringiz uchun. Mana bugun akşam Umid qiyomizdan katta to'y tantana. Bu to'yning sababchisi nevaram Alijon. Men o'z nomimdan hamda boshqalarning atidan Alijonga uzoq umr nasib bo'lsa, kelajakda katta yigitlar bo'lib, o'quvlarga kirib, armiyaga kirib nasib bo'lsa, kelin to'ylarda, undan hamma to'ylarda qatnashib yurmakni istasin hammamizga. Mana so'zimning oxirida kuyov Umid bilan Mehribon qizimni o'z boshqalarimizdan kichkina savolimiz bor. Shuni qo'shib ruxsat qilasiz. Albatta onajonisi nomidan ham sarpalari, og'ayin qarindoshlari nomidan ham sarpalari qutlug' muborak bo'lsin. Qiyomatli onajonisi boshlaridan omon bo'lsinlar. Qutlug' muborak bo'lsin.
Qo'shnilarimiz endi esa sabrsizlik bilan kutib turgan shu yerda latofatli, chiroyligina bir qizalog'imiz bor ekan. Bo'lajonlari Gulziraxondan ham eshitamiz. Keling Gulziraxonim, bir yaxshi niyatlaringizni eshitamiz. Bulan mehri, jiznamimit batımımızda mehri bulan nasib bo'lsangiz hamisha to'yib kelaylik. Bachalarimizning baxtiga jonimiz sog' bo'lsin. Rahmat, barakalla Gulziraxon bo'lajonisini nomidan sovg'alardan qabul qilamiz. Hamisha hamma vaqt shunday to'ylarda yuring deymiz, to'yni davom ettiramiz. To'y egalari Mehrixon yangamiz, Umidjon akamiz nomidan bobo momolariga atagan sarpo-surolari bor ekan. Bir ajoyib musiqa bo'lsa, sozandalardan iltimos qilamiz, sarpolarimizni topshirib olamiz. To'lib, to'shib, Turkiyada eldan kelib Mehrigul yangamiz sarpolarimiz bor sizga ham albatta. Bolajonlar, chekkaga onalarimizni yoniga borib o'tiramiz. Sizdan iltimos, onajonlar bog'larni yonlaringizga olib o'tirsangizlar, nur ustiga alo nur bo'ladi. Keling, Nartaj bobosi, akasi keling. Sarpolaringiz qizim muborak bo'lsin. Tez kelamiz to'y egalari. Vaqtimiz chegaralangan.
zalni to'ldirib chiroyli o'ynagan o'yinchilarimiz bor edi. Shularga atagan to'porcha sarpolarimiz ham bor, ro'mollarimiz ham bor. Ismi atalganlar bir chiroyli muzika bilan sarpolaringizni olib ketasizlar. Sayyora yangasi, Salomat ammasi, Umidaxon, Farida singlimiz, Mavluda, Bahor qizaloqqa, Bahor qizalog'imizga, Gavhar opamizga, Rohat opamizga, Mehrixon yangasiga, Saodat hamsoyasi, Tamara bo'lalarini davramizga taklif etaman. Marhamat. Halol bo'lsin albatta. Hamisha shunday to'ylarga borib, sovg'ali, sarpoyli qaytmoq hammamizga nasib rizq ro'z aylasin deb navbatni xushovoz san'atkorlarga beramiz. Sizlar uchun yondirib, jo'shib Shahzamon akamiz hamda Olya Penjiyeva jo'shib kuylaydi. Marhamat.